Men yangicha videorolikni ham montaj qilib oldim. Barchangizga bo'lsa bilaman, jonar bola, bugungi videorolikda biz Minecraft o'zimizdagi qishloqimizdamiz. Xo'p, men bitta montaj qilib oldim bolalar videoroligimni va YouTube kanalimizga joylab bo'ldim. Bolalar, YouTube kanalimizga joylagan juda ham yaxshi bo'ldi. Yangi videoda kutishyapti. Qalaysizlar, jitil va mana bu yerda boy bor. Boy kim desanglar, bitta agar mana shu videorolikimizda 50 tadan oshiq like qilsa, boyning qishlog'imizga kelgani, sayohati va qanaqadir tarixini boyning sizlarga videorolikni qo'yaman. Xo'p, bu boy mana shu uyni sotib olgan va olmos va izumruddan qilib tashlaganda xatolik ham qilib qo'yibdi. Va buning qo'riqchilari ham bor. Bolalar, qarchi bizda bilmaymiz nimalar qilamiz. Xo'p, menda bir ikkita ideya bor, bolalar ko'rayotganlarda 1-2 sent pullarim qolgan va mana bunaqa narsalarni olgan. Bu nimaga desanglar, men hozirlarga tushuntirib o'taman. Mana 1-2-3 upa ko'ryapsizlarmi? Mana joylarligim kim tanimaydi. Xo'p, va yechamiz, oynadan ko'rib qolish mumkin. Qarchi bugungi videoda sizlar bilan men boyning uyidagi boyliklarni o'miraman. Ya'ni kechqurun u hozir uyda emas bo'lsa kerak. Mana bitta ko'rayotganlarda oddiy xodimlikka o'xshaydi-da. Lekin buni buzsanglar va uni tekibda juda ham zo'r narsa bor. Buni o'zim qurganman. Oppa pulda mana yeltorak mana asta mana boyning narsalari va mana bu yerda chiqadigan joy. Xo'p, bolalar, bu yerda sekin gapiramiz, sababi boy yurayotgan bo'lishi mumkin, uxlayotgan emas. Albatta uxlayotganda biz o'maramiz uydagi boyliklarni. Xo'p, bo'lmasa asta chiqib olamiz. Albatta video boshlashdan like bosib o'rnab qo'yinglar. Biz mana shu oyning oxirigacha 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 1000 ta obunachi bolalar, albatta sizlar kuchinglar bilan men 1000 ta obunachi bo'la olaman. Xo'p, bo'lmasam boy hozir uxlayapti, albatta turishi mumkin. Boy turgungacha uxlayapti deb men cringe do'stga adashib ketdim. Bolalar, hozir boy naryoqda bir bola ishlarni qilyapti. O'shaning uchun bolalar, hozir biz dam olib bitta anaqa ko'rib o'tiramiz biroz narsa. Kech bo'lgandan keyin biz chiqamiz. Xo'p, bo'lmasa Xo'p, Facebook yangi video chiqardi, ko'raman. Facebook juda ham zo'r video chiqardi. Albatta do'stimiz ham 10,000 ta obunachi bo'lgan. Xo'p, juda ham zo'r like bosib qo'yaman. Va kech ham bo'pti bolalar, kech bo'lgan bilmaydim, qanday bo'lganini bilmay ham qoldim, chunki juda ham qiziqarli ekan. Xo'p, bo'lmasam biz asta uni uyiga kiramiz. Xo'p, albatta to'g'ridan kirsak ko'rdinglar, anaqalari bor, askarlari. Agar ular bodoga kimdir bizni ko'rib qolsa, yo payqab qolsa, yo qochish uchun mana shu maska bilan askarlarga qimillamalaring deb ketib borsak bo'ladimi? Yo'q. Qimillamalaring kerakchi desam, hech kim sezmayapti, bolalar. Sezmayapti. Xo'p, bo'lmasa mana asta sindiramiz. Asta buni buzib, tushib olamiz. Oppa. Va biz yeltoradamiz. Xo'p, asta gapiramiz. Uxlayotgan bo'lishi mumkin-da, uxlayotdi ham. Erta uxlaydi-ku. Oppa. Voy, uxlayotdi mana bolalar. Oppa. Asta bo'tib yopamiz. Yorug'lik bo'ldi. Mani pullarim qani pullarim? Juda ham pulni o'ylaydi bolalar bu. Qanaqa milliarder bo'ldi endi? Bu qo'riqchilar 24 ga yetib turar ekan. Xo'p, puli bormi ekan buni? Bo'lib puli. Asliga olsang, o'rtasidan bilmaydi. Pulim. Bolalar, juda o'tirib ketadi hozir. Pulim qani? To'xtaylar bolalar, buni qo'liga pul berib qo'yamiz mana. Pulim, mana pulim. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa teng-teng patrol boy bu. Oppa. Buchalar boy bu. Bu yetadigan darajada pul oldik bolalar. Kompyuter stolda ham bor ekan. Bu bolalar pulni qaranglar. Tamomlar qilib qo'yamiz bolalar. Boy to'poyku matematikani bilmaydi. Xudo qo'yamiz. Shuning uchun bolalar matematikani o'rganinglar sizlar. Xo'p, bo'lmasa asta. Voy, turgim kelyapti-da. Ana bolalar boy turib ketadi hozir. Har askarlar bo'pti. Day. Yo'mayo, sen kimsan? Askarlar, hozirlarni otib tashlayman. Agar menga teginglar, men bilmayman sizlarni. Tegishinglar mumkin. Shuning uchun men ketdim. Mana, ko'rdinglarmi? Bo'ldi, ketaver, men senga tegmayman. Bo'ldi bolalar. Endi biz uzoqroq qochishimiz kerak. Uyim aylanib kirib olaman hozir. Oppa.
Bilib oladi hozir. Yo, ertalabdan aylanib yuribman-da. Qilasan ajita. Yo, bo'ldi. Men tekib olamiz asta. Uyimga. Bo'ldi. Bizim milliarder bo'lib ketdik endi. Yo, shuncha pulim bor. Xo'p. Barcha pulimni sog'ib olishim kerak. Endi boydan nimani kutsa bo'ladi? Albatta hamma narsa qilishim mumkin bo'ladi. Albatta boyni bilib bo'lmaydi-ku. Xo'p. Mana qo'yamiz. Xo'p. Yo do'stlar, boydan hamma narsani kutsa bo'ladi. Shuning uchun albatta men o'zim chiqlikka solib bir uxlab olaman. Tak. Yo, ertalabdan yana kim bo'ldi? Yaxshigina uxlatdim-a. Do'stlar, yana kim ekan ertalabdan? Yo, ertalabdan kim ekan do'stlar? Choq. Yo, kim o? Boy? Ha, Junior. Chunki mana ertalabdan o'marishibdi. Sana kim o'margan bo'lishi mumkin? Bilmadim, lekin kim bo'lsa ham uni yo'q ko'raman. Ha, senga omad tilayman. Sen bastirsan-a? Yo'q, men sen bilan jigarman-ku. Qani qo'lni berchi. Olay qo'lingni. Bo'ldi, mayli. Bo'pti, voy bo'lmasa, men emasman, lekin kim bo'lsa aytaman. Qara, lekin men seni tekshiraman. Bo'ldi, bemalol bo'pti. Короче, bo'ldi, bu sezganga o'xshadi, sezganga o'xshab tutadi o'zini. Bilmadim endi hozirchalik. Albatta bugungi video shu joyda tugaydi. Juda ham charchadim men. Albatta keyingi videoda boyni qissasini bilib olishinglar mumkin. Boy qissa qanday kelib qolganini. Lekin biz juda ham ko'p boylikka erishib oldik bolalar. Keyingi videogacha sog' bo'lasan, bo'ladi.